Bugun 26-avgust 2025-yil. Oxirgi 2 kunda qandaydir kabachki palaklari juda ham tez tarvaqaylab, qatorlarni yopib boshladi. Juda tez o'sdi. Menimcha, oxir paytda baribir kuz yaqinlashyapti. Havolar sal-sal salqinlashgani sari bu ekinga yoqyapti. Ilgari ekib yurgan ukalarimiz ham bittasi aytdi, salqinni yaxshi ko'radi, soyalatinglar iloji boricha deb. Mana shu salqin havoni ham juda yaxshi ko'radi shekilli bu. Endi albatta ma'lum bir me'yordagi salqin havoni. Hatto kecha ertalab ham qaraganimda go'yoki bunaqa emas edi. Bugun ertalab qarasak juda boshqacha. Balki kecha ertalab unchalik e'tibor qilmagandirmiz. Ammo kechadan oldingi kuni aniq bu narsa yo'q edi. Keskin o'zgarish sezdim. Yana bitta yangilik, ekinlarimiz gullab boshladi. To'g'ri bilan ishlov berganimizga menimcha bir hafta bo'lmadi-yu, qachon edi? 18da. Endi oqpashsha yana paydo bo'lib qopti. Bu oqpashsha umuman bo'lmagan narsadan, qarang, har 3-4 kunda yangi avlod kelaveradi. Masalan, boshqa zarar kunanda hasharotlarga bir 10 kunda, 2 haftada bir ishlov berib tursa bo'ladi, yetarli. Oqpashsha esa shu ishlov berasiz, uzoq 3 kundan keyin yana paydo bo'lib qoladi yangi avlodi. Boshqa joydan ko'chib kelaveradi. Yana bitta qiziq ma'lumot. Mana bu Kunchiqar tarafdagi issiqxonamizda ekin ancha jadalroq, ya'ni palagi kattaroq hamda gullagan. Shu issiqxonadagi ekinlar, bu taraf esa quyosh botar taraf hisoblanadi. Bu yerda ham turish yomon emas, ammo ekin unaqa egatni hali keskin qoplamagan va gullaganlar soni kam. O, ana yerda bitta ko'rinib turibdi. Hattoki yonma-yon mana birikkan ikkita issiqxonada ham bunday qarasa hali ko'p bir-biridan farq bo'lmasligi kerak. Kichkina joy, 4 sotdik joy, ammo Kunchiqar tarafdagi palak bilan botar tarafdagi palaklarda ancha farq bor. Ya'ni o'sha quyoshni tushish burchagi, tushish vaqti ham juda katta ahamiyatga ega ekan. Bugun 30-avgust 2025-yil. Ko'chatlarimiz yerga 10-avgustda ekilganligini inobatga olsak, roppa-rosa 20 kun bo'libdi. 20 kunda palak juda haybatli holatga kelgan, ko'rinishi vahimali, ekin egatga sig'may yotibdi. Gullash ham ancha jadallashdi. Mevalari ham mana bu kattalikka yetdi. 6-7 sm bo'lgan. Biz bu ekinlarni orasini 40 qilib ekuvdik. 40 ham ancha kam ekan. Ayniqsa bizning sharoitimizda egatlar orasi 80 bo'lib turganida, bizda pushta 80, egat 60 qilingan. Bu egatlar kichkinalik qilgan, ham kamiga biz orasini 40 qilib ekkanmiz. Oqibatda natija o'rtada. Hali mevalar pishmasdan bunaqa holatga kelgan bo'lsa, bilmayman pishgan paytda bu palak qaysi ahvolda bo'ladi. Ammo lekin juda manzara go'zal. Barglarni qarang, tekka-tekka bo'lib turibdi. Ekin barqaror yotibdi. Endi yog'i nima bo'ladi? Bilmadim. Meva solishi ajoyib bo'lar ekan buni. Tagida o'zagida mana 1, 2, 3, 4 ta. Shu tagida solaverar ekan uyum-uyum bo'lib shekilli. Yana bitta bor, 5-inchisi. Endi bu yog'iga tepaga 3 chiqib, shu tepaga qarab ekin mevalar ketaversa kerak. Yana bittasi, bittasi deganda boshqa palakdagi meva solgan holat. Endi sal ochroq bo'lib qolgan bu, nima bo'ladi bu? Pishishga deyarli yaqinlaganmi ekan? Yo meva nuqsonlimi? Kechadan avval kuni dori takror sepuvdik. Ya'ni u birinchi safar sepgan shiraga qarshi Vinfos 75, o'rgimchak kanaga qarshi Vertimek va oqpashshaga qarshi Padan aralashmasini sepuvdik. Kley qo'shgan holda. Oqpashsha biroz kamaygan. Endi bir marta o'lib bu yangilar yana kelib boshlagan shekilli, lekin shirani ola olmabdi. Palak kattarib ketganligi uchun oldingi me'yorda berilgan dori bu safar kuchi yetmayapti shekilli. O'tgan safar shirani oluvdi. Barmog'im uchiga oldim, bitta shirani qimirlamayapti. Balki turgan bo'lsa ham ta'sir qilib shekilli. Mana bitta birikta o'lgan shira keyingi barg ustiga tushgan. Bular ham o'lyapti shekilli. Dori sekin, ya'ni bir kunda dori o'ldirmagan, tushunishimcha, sekin-sekin tizimli ravishda o'ldiryapti uni. Tirik bo'lsa yopishib turardi, qimirlab. Bu anaqa qotib qolgan. Nasib qilsa ertaga qurib to'kilsa kerak. Bugun hali to'g'ri qurib tushmagan, endi falj bo'lib ketyapti, borsa qaytmasga. Mana shu oqpashshalar ham juda bemaza narsalar. Qarang, oldingi doridagilar o'lgan, lekin yangi boshqa joydan ko'chib kelganlar yana ko'payishib yotibdi.
oqpashsha juda yaxshi ko'rar ekan kabachki palagini va shiraga ham qarshi muttasil ravishda ishlov berib turmasangiz, ahvol juda abgor ekan. Mana har 10 kunda sepganda o'zida shira yana tushib ulgurgan. Boshqa ekinlarda haligi bir sepganingizdan keyin osonlikcha tushmaydi shira. Bu safar shiraga qarshi dori aralashtirganimizda men aslida shu profilaktika sifatida kelishi mumkin bo'lgan mehmonlarni oldini olay dedim. Yo'q, mehmonlar kelib bo'lgan ekan, joylashib sekin ko'payishayotgan ekan. Yaxshi ham shiradorini ham qo'shibmiz. Qushlarni qarang sayrashini. Bu hayot. Aytgancha, palak ancha vahimali bo'lib ketgan dedik. Bunga bitta sabablardan bittasi issiqxonada havo yaxshi aylanmayotganligi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni palakning o'zi katta. U ham bitta ichida havo aylanishini susaytiradi. Ham pastki tarafda qurilish, inshootlar bor, bino bor. Oldi taraf ham mana yerda daraxtlar bor, kamiga mana bu yerda shipirga chiqqan. Bugun mana bu shipirglarni olib tashlashimiz kerak. Ham havoni ancha to'sadi. Bugun bolalarga aytaman, burgutlar olib tashlaydi. Shu orqali bo'lsa ham havo aylanishini yaxshilashga erishamiz. Havo yaxshi aylanmasa, ekin palagi g'ovlab boshlaydi. Bu ham havo kamligida kuzatiladigan holat hamda hosil berishi qiyin bo'lib qoladi. Va tugilgan hosillar ham yaxshi o'smay, mana bu sarg'imtirroq bo'lib turibdi dedim-ku, bu ham nimadir kamligidan menimcha shu kuygan naychaga o'xshayapti, ana sarg'ayib jonsizlashayotgan. Ayniqsa bodringlarda shu havo yetishmasa, naycha sarg'ayib to'kilish holati bo'ladi. Endi bu yerda havo bilan bog'lamasdir, bu naychasini sarg'ayotgani qandaydir bir oziqa moddasi yetishmayotganligi bilan bo'lishi mumkin. Bugun ozgina o'g'itli suv beraveramiz. Garchi tuproq unaqa qurmagan bo'lsa ham, mavsum boshida yerni yaxshilab yuvganligimiz uchunmi, hozir tuprog'imiz tez qurimayapti. Qolaversa, palak ancha barg yoyganligi yana ham ko'proq namni ushlashga hissasini qo'shyapti-da. Unaqa sug'orishga ehtiyoj bo'lmayapti. Bari kuz kelyapti-ku, shuning uchun ham nam qochishi ham kamayadi. Endi bundan ehtiyotkorroq bo'lib sug'orish kerak. Aslida bugun ham unaqa sug'orish niyatim yo'q edi, yerda nami bor deb. Mana bu pushtada zax chiqishi namlikni ko'p bo'lganligini, bemalolligini ko'rsatadi. Shuning uchun ham hali egatimizda nam ham bemalol deb turibmiz. Endi boshqa tarafdan ekin mevalari ham tugilib qoldi, naychalar paydo bo'ldi, ko'rganingizdek. Bularni tezroq o'stirish kerak. Bu yerda endi majbur tez deganda iloji boricha imkon bo'lganida masofani oralig'ini yaqinlashtirib sug'orish kerak bo'ladi, mevasini tezroq yetishtirsin deb. Yo'qsa unaqa sug'oradigan niyat yo'q. Endi bugun tarkibida ko'proq kaliysi bo'lgan o'g'itlarni beramizda. Hozircha ekinda unaqa jiddiy muammolar yo'q, lekin mana yerda bitta tup g'o'janak bo'lib qolgan, bunga virus tushgan shekilli. Agar shu ko'payib ketmasa, ba'zi birlari bor. Bitta tupda shunaqa holat bo'ladi, boshqasiga o'tmaydi. Agar shu bilan kifoyalansa, bu yaxshi. Agar boshqalarga o'tadigan bo'lsa, bu muammo keltirib chiqaradi. Mana shu yerda hali g'o'janak bo'lgan palak. Hozircha muammo. Qolgani durkillab turibdi. Ammo lekin bargi zo'r ekanda, qarang. Kattaligini qarang buni. Shapaloqdek bo'lib yotibdi. Manzara juda go'zal bo'lar ekan bunda. Bugun 6-sentyabr 2025-yil. Oradan bir hafta o'tdi. Bizni O'zbekiston chakalakzorlarimiz yanada vahimali tus oldi. Palaklar ham bo'yiga, ham eniga ancha yana qarvaqaylabdi. Hozir ancha gullash ko'payib qolgan. Ko'rishingiz mumkin, mevalar ham avj olib qopti. Solimi. Barglar katta bo'lganligi uchun juda unaqa gullar ko'p ko'zga tashlanmayotgandir, ammo qarang, osmondagi yulduzlar singari barglar orasida ozgina uchqunlari sezilib ko'rinib turibdi. 4-5 kun oldin bir ukamiz bilan gaplashuvdim, o'tgan yil ekkanda. U aytayaptiki, aka, bu yaxshilab bitta g'ovlab oladi. Endi 4-5 kun oldin bu sal palak kichikroq edi. Yana ham yaxshilab g'ovlaydi. Shu bilan dedi, hosilga o'tiradi. Undan keyin dedi, faqat hosilga ishlaydi ekan dedi. Hoynahoy bizga ham palagi endi eng maksimal cho'qqisiga chiqib qoldi-ku. Undan keyin hosilga kuch bersa kerak. Eslaringizda bo'lsa, u safarlar aytdim, mana bunaqa barglar o'zidan oqara boshladi. Yashil bargdan oq bargga o'tib boshladi. Bu kasallikmi nima deb. Keyin oddiy holligini anglab yetdik.
Ukam kuzatib shu xulosaga keldiki, mana bunaqa palaklarni oq barg bo'lib qolishi bu quyosh yaxshi tekkan joylarda ko'proq shunday bo'lyapti ekan. Quyosh tegmagan joylarda yashil bo'lib turibdi deydi. Bu hozir palak oq bo'lgani egatni boshida, ayniqsa tushdan keyin quyosh yaxshiroq tegadigan bir nuqta. Mana bularda ham sal-sal barglari oqargan. Egatni boshidagilar. Endi bu yoqqa kelamiz. Bu yoqda ham shu kunchiqar tarafda bo'lganligi uchun buni ham bargi oqargan. Mana birinchi tuplarda. Mana yoqda ham endi barglari bunchalik oq bo'lmasa ham bitta yarimta barglar sal-sal oqargan. Demak, barglarning oq holga o'tishi bu quyosh ko'p tushishini ifodasi ekan. Endi bu quyosh ko'p tushishi palak uchun yaxshimi yomonmi men aniq bilmayman. Ammo yana bitta oldin ekib yurgan ukamiz aytdiki, kavachki salqinni yaxshi ko'radi. Nisbatan hali soyani yaxshi ko'radi dedi. Soya deganda jab qoraytirib tashlamaysiz-ku. Quyosh tikka tushmagani yaxshi degan ma'noda aytdi. O'tgan safar ham aytdim, bu issiqxonamiz quyosh chiqar taraf bo'lganligi uchun sal hali nargi quyosh botar tarafdagi ekinlardan yaxshiroq rivojlangan palak kattaroq dedim. Endi bu hafta natijasiga ko'ra yana bir ko'raylik, qanaqa ekan bu hafta. Mana bular ham yomon emas, lekin baribir ozgina bir chimdim orqadaligi baribir sezilyapti, ammo oldingidan ancha yaxshi, oradagi masofa qisqardi. Bugun sug'orsammikan debman, o'tgan shanbami sug'oruvdik. Bugun yana shanba bir hafta o'tdi, lekin tuproqda biroz nam bordek. Ozgina sug'orib qo'yamiz. Jab bugun bo'lmasa ham ertaga aniq sug'orish kerak. Bu ekinning manzarasi juda go'zal ekan-u, faqat shu oqpashsha bilan shirani o'ziga jalb qiladigan ekin ekanda. Oqpashsha bilan shiraga qarshi dori sepganimizga hali 10 kun bo'lmadi. Endi oqpashsha o'zi 2-3 kundan keyin darrov kelib oladi-yu. Mana bu aytda nima ham bor? Shiralar ham bor. Mana faqat oqpashshaning orasida siz ko'ryapsizmi yo'qmi? Aqyon. Shira ham juda tez qaytib kelyapti. Boshqa ekinlarda bir sepganingizdan keyin kamida 10 kun, kamida. Mana qarang, sariqni ko'ryapsizmi? Mana shu sariq shira bo'ladi. Aytgandek, boshqa ekinlarda kamida 10 kun siz shira bezovta qilmaydi. Keyin sekin-sekin kelib boshlashi mumkin, ammo bu ekinda juda tez qaytib kelyapti. Quyosh botar tarafdagi issiqxonamizni ekinlari nisbatan palagi quyosh chiqariga yaqinlashayotgani bilan bunday qarasa hosili baribir sal orqaroqda. Hosillari maydaroq. Shu avjiga sal keyinroq chiqadi ekan. Nargi issiqxonaga qaraganda. Mana bu quyosh chiqar tarafdagi hosil baribir sal yirikroqda, sal nimasi oldinda. Hatto bir haftalarda ham masofa bo'lib qolishi mumkin hosildorlikda. Ya'ni terimda-ku ikkalasidan ham chiqadi pishganlari. Faqat mana bu quyosh botar tarafdagida kamroq bo'ladi. Ilk terimlarda bunisida ko'proq bo'ladi. Keyin bu sal-pal hosili dam olishga siyraklashganda bunni avji keladi, mamnaq qilib bir-birini to'ldirib ketaveradi shekilli mavsum davomida. Oldingi suvni jami 1 soat sug'oruvdik. Ya'ni 40 daqiqa toza suv, qolgani dorili, ovutli suv quyishimiz hisobiga jami 1 soat vaqt oldi. Shuni o'zida bir haftadan ham tuzib ketmagan. Bu safar ham uzog'i 40 daqiqa suv qo'yamiz bo'ldi shu bilan. Bu safar faqat toza suv beramiz. Eslatib o'taman, toza suv dorili suv bilan navbatma-navbat berilishi yaxshi samara beradi. Ya'ni har safar o'g'itli suv bersangiz yerni sho'rlatib yuborishingiz mumkin, o'g'it ko'payib ketishi mumkin. Shu sababli bir safar toza suv, bir safar o'g'itli suv berish maqsadga muvofiq deyshadi. Bugun 13-sentyabr 2025-yil. Oradan yana bir hafta o'tdi. Palaklar yana ham gurkirab, yana ham vahimaliroq holatga keldi. Ayniqsa mana bu kunchiqar tarafdagi issiqxonamizda ekinlar ancha yaxshiroq palak otgan. Bu mana bu kunchiqar taraf, narigi kunbotar tarafdagi issiqxona bu yoqda sal bo'yi pastroq. Yana bir solishtirma. Kunchiqar taraf, sekin yoqqa kunbotar tarafga o'tamiz. Videoda bilmayman yaxshi sezildimi yo'qmi, ammo jonli qaraganda ozgina kunbotar tarafda ozroq orqadaligi baribir bilinyapti. Bu palak bunaqangi gurkirab o'sishi bu juda yaxshi, faqat mana bu uyni, ya'ni issiqxona oldi tarafda uy bor, mana daraxtlar bor. Bunday orqaga buriladigan bo'lsak, kunbotar tarafda ham xuddi shu holat, hatto o'g'itli suv quyish uchun bochkalarimiz ham bor.
Orqada molxona borligi yetarlicha havo aylanishini ta'minlamayapti. Yo'q. Ham oldingi safar ham aytdim, ekinimiz sal zichekilib qolgan deb. Bunaqa palak otishiga albatta biz orasini 45 qilib ekkanligimiz kamlik qilyapti. Oqibatda ancha meva bor palakda. Bunday qarasa, qarang, bu ham sarg'aygan, bu ham naychasi o'lyapti degani. O orqa tarafda ham, u ham to'kilyapti. Meva tutishi foizi kamroq. Endi biroz havo salqinlagandan keyin meva tutishi yaxshiroq bo'lib qolmasa, hozirgi holatda unaqa ko'p meva yo'q yetilayotgani. Bor ham unaqa o'smay turganday bo'lib turibdi. Bundan bir 4 kunmi oldin bir qo'l yugurtirib chiquvdik. Nishonalar bo'lsa terib chiqaylik deb. Bilasiz, hosil birinchi pishishi qiyin, lekin bir qo'l tegib, bir ikkita terilgandan keyin avji yaxshi ketadi. Shu ma'noda terib chiqqanimizda 4 tami dona chiqdi xolos. Endi mana bugun ko'rdim. Mana bu yerda bitta bor, mana yaxshi o'sgani. Yana bitta yerda palakda ham bor ekan. Sal-pal jonlanish bo'lyapti chog'i. Bugun ham bir oralab chiqamiz endi. Kecha katta hovlimizda terim bo'pti. Ular shu kun chiqar tarafdagi issiqxonasidan 16 kg tergan. Qolgan kunbotar tarafdagi issiqxonalardan deyarli chiqmadi deydi. Asosan kun chiqar tarafda chiqdi, deyapti. Qo'shnimiz ham ekkan edi. Shu qo'shni ukamiz Food City'ga yo'li tushgan ekan. Olib boribdi, shu yoqda 4000 so'mdan sotilgan. Kechagi 12-sentyabrdagi narx. Biroq turmush o'rtog'imning aytishi bo'yicha Toshkentda mana shu kunlarda, oxirgi 4 kunlikda korzinkada 10000 so'mdan sotilyapti deb aytdi. Hozircha vaziyat shunaqa. Biz hali sotuvga terganimiz yo'q. Bugun nasib qilsa bir oralab chiqamiz yana. Endi agar mana shu naychalarning sarg'ayib qolishi havo yetishmasligi bilan bog'liq bo'lsa, bu aytgandek, balki havo salqinlaganda bu masala hal bo'lar. Agar boshqa bir element yetishmovchiligi tufayli bo'layotgan bo'lsa, unda bilmadim endi. Endi havo yetmayapti deydigan bo'lsa, egatning boshida birinchi havo kiradigan nuqta shularda chimo'sam mevasi bo'lish kerak edi. Yana ham bilmadim. Ammo lekin manzara rostmana go'zal. Bilmayman bu ekindan qancha daromad ko'ramiz. Lekin har safar ayniqsa erta tongda ko'rganingizda juda odamni bahri dilini ko'taradi. Keling, bugungi video so'ngida bittasini uzilishini ko'rsatib beraylik. Ana oshqovoqqa o'xshab dumini shunday burasa uzilar ekan. Mana hozir kattaligi 30 cm emas, 20 cm, 22 cmlar bor. Menimcha bozorga shu holatda terilib sotilsa kerak. Yana ham standartini aniq bilmayman. Bugun 20-sentyabr 2025-yil. Oradan yana bir hafta o'tdi. Nihoyat bu hafta terim boshlandi. 16-sentyabrda birinchi terim qildik. 17 kilo chiqdi. Havolar salqinlaganga salgina mevalar harakatga keldi. Ekin hosil bera boshladi. Shunga qaramasdan, men bu havo yetishmagandanmi, anaqangi naychalar kuyib qolganlari juda ko'p. Qo'limiz yetganini olib tashlayapmiz. Mana shunday bo'lib qolgan naychalar juda ko'p. 16-sentyabr kuni birinchi terim 17 kilo chiqqan bo'lsa, keyingi terim 18da bo'ldi. Buni kunora terib turish kerak ekan, bo'lmasam o'sib ketar ekan. 18da 40 kilo chiqqan. Bugun terdik, hali taxlab bo'lmadik. Bugun ham juda ko'p bo'lmaydi, 20 kiloga yetar yo yetmas bo'ladi. Mana shunaqa ko'p hosil bo'layotgani yo'q, o'rtacha har terimda 25-30 kilo bo'ladi shekilli o'rtacha qilganda. O'tgan safar ham to'xtaluvdik bu masalaga, sug'orish masalasi. Bu ekinning barglari juda katta bo'lganligi uchun yerning namini qochishi qiyinroq bo'lyapti. Shuning uchun oxir paytda sug'orish oralig'i bemalol shu kamida 7 kunlar bo'lib ketyapti. Ham havo salqinlagani ham tufayli. Masalan, hozir ham mana yer bunaqa nam emas, o'zi aslida sug'orsa bo'ladi. Lekin ancha mana shu oxirgi 3 kunlik havo sovuq qolgani, hozir sug'orsak oqpalak singari kasalni avj olib ketishiga sabab bo'ladi deb sug'ormay turibmiz. Ham bu qovoqcha-ku. Oshqovoq ham bilasiz, hali suvsiz joyda o'sadi. Buni ham ildiz tizimi yaxshi rivojlangan deb o'ylayapmiz, baquvvat deb. Mana shu quruq joyda ham hozir suvni topib oladi-yu. Shu sababli hozir vaziyatga qaraymiz. Agar unaqa ekin so'lib qiynalmasa, balki bundan buyog'i sug'ormasligimiz ham mumkin. Sug'orsak ham orasini, sug'orish oralig'ini bir 10 kun, 14 kun qilib, bir sug'organda ham 20, uzoq 30 daqiqa sug'oramiz. Narigi katta hovlida ozgina ko'p suv ichgan joylar ildizidan zararlanib o'lib ketayotgan qator bor. Sal nam oshib ketsa ham ko'tara olmas ekan. Bugungi hosilni taxlash jarayoni o'zi aslida standart 200-250 gram mevalar yaxshi xarid qilinar ekan bozorda. Orada qog'ozdan to'shab, xuddi pomidorga o'xshab taxlash kerak bo'lyapti.
qutiga. Bizda endi aynan shu 250 gram standartga rioya qilish biroz mushkul bo'lyapti. Sababi bir kesang hali 150 gram, keyingi terimda 350 gram bo'lib qolyapti. Bu esa bizni xirmonimiz. Ulgurji narxda shu 5000, 6000 dan sotyapmiz uydan hozircha. Bozor hamda oppoqlarni ham suymas ekan, shuning uchun oq bo'lib qolganlarini uyda qolyapti. Endi ulgursak o'zimizga ozgina ikra qilishimiz mumkin bo'lar, bo'lmasam ularni rohatini bizning mollar ko'radi. Bozor suymaganni mollarga berib ko'ramiz. Juda yumshoqqina. Qani? Zo'r ekan. Yoqdimi? Yoqdi. Bunisi ham qiziga endi keyingi qiziga mana bahor olib hammasi mamnun. Isrof bo'lmaydi. Juda sota olmasangiz, jamolga berishli ekanda. Bu safargi hosilimiz shu bir qutiga yetar etmas bo'ldi. Hozir tortib ham ko'ramiz qancha bo'lganini. Mana shunaqa bo'ladi. Bu keyin juda ehtiyotkor bo'lib taxlash kerak ekan. Ozgina tiyib ketsa ham urinib qoladi, dog' bo'lib qoladi, chuqurcha bo'lib qoladi-da, keyin ko'rinishi husni buzilib qolar ekan. Shuning uchun ham ko'rinishi bir oshqovoqqa o'xshab katta, yirik, bo'lmasam qattiqdek ko'rinadi. Aslida juda suvli, nozik mevalar bo'lar ekan bu qovoqchalar. Endi yopamiz. Shu o'zi 20 kiloga yetar etmas dedim. Salkam 18 kilo bo'libdi. Bozorga yaramaydigan mevalar bular. Bular ham har holda mollarga ketsa kerak. Aslida bular ham juda yaxshi. Hali ikra qilib yopsa bo'ladi. Bizda hozir birinchidan pomidor yo'q. Ikkinchidan ko'pincha vaqt bo'lmayapti bunga. Bunga majbur molga beryapmiz. Yo'qsa juda yeyishli. Bilmayman bozor nimaga suymaydi bunaqa yiriklarni. Kechaginda internetga kirib kabachkilarni ekilish tartibini bir tanishib chiqsam, 2 xil navi bo'lar ekan. Bittasi shu oshqovoqqa o'xshab palagi uzayib ketadigan. Bularni orasini 2 metr qilib ekilish kerak ekan, xuddi tarvuz, qovun egatiga o'xshab orasini katta-katta qilib. Va kichkinasi bor, buni tikka o'sadigan. Mana bu kichkina tikka o'sadigan nav hisoblanadi. Bularni ochiq maydonda ko'chat orasini 1 metr qilib ekilish nima qilinadi, tavsiya qilinadi. Masalan, yonma-yonga turganda egat orasi chizig'i kamida 80 bo'lish kerak ekan. Ko'chat orasi 1 metr tavsiya qilinyapti. Issiqxonada 80 qilib eksa bo'ladi deydi. Biz endi 45 ekamiz orasini. Bizga ancha zich bo'pti. Ekayotganda bir internetga qiziqib qarab ko'rish aqlga kelmabdi-da, boshqalar qanday ekyapti deb. Kimdandir bilib kelgan shu 45 bo'ladi deb, shap 45 qilib ekib boribmiz. O'shani ham aytgandim, sal zichmasmikan deb. Ukam bo'laveradi dedi. Hammani ko'chat ortig'i bilan bizda bo'lganligi uchun isrof bo'lmasin ham deb ham ekaverdik-da o'shanda. Bu ancha mevasi yaxshi hosil beradigan ekin ekan. Gektariga 60-80 tonna ham hosil berish imkoniyati bor ekan, agar tegishli tartibda ekilib parvarishlansa. O'zi biz bir kamchiliklarga yo'l qo'yish bo'yicha usta bo'lib ketganmiz. Mutaxassislar master klass deydi-ku, ustalar darsini berayotganda qanday to'g'ri qilishni o'rgatsa, shu bizni hali ustalar darsimiz qanday xato qilmaslik kerak bo'yicha har doimgidek ixtisosligimiz, mavzumiz shu bo'lib qoldi o'zi. Bugun 27-sentyabr 2025-yil. Yana bir hafta ortda qoldi. Bizni kabachkilarimiz palagi yana ham o'sib, mana bu o'rtadagi qator ham yo'lak to'g'rog'i qoplanib boshlandi barglar bilan. Terim bo'lgan yo'laklar ozgina ezilganday bo'lib turibdi. Qolgan joyi yashil chiroyli. Hali ham kunora terilyapti hosil. Faqat unaqa ko'p emas. Odatda bir 18-19 kilo chiqyapti. Salkam 4 sotik joydan. Bu yerda shu 680 tami ko'chat ekilganda endi. Haftada bir marta shu 40 kiloga yaqin chiqdi. O'tgan haftada ham, bu o'tayotgan haftada ham, oldingi haftada ham bir marta shu 40 kilodan sal ko'proq chiqdi. Qolgan payt shu 18-19 kilodan bo'layotgan edi. Aslida ko'proq ham hosil bo'lish kerak edi. Hani yerni holati yaxshi. Faqat oldingi safarlar ham aytayapman, aytgandim, hozir ham aytaman. Orasini 45 qilib sal zich ekib qo'yibmiz. Kamida 70, bo'lmasam 80 yo bo'lmasam 1 metr qilib ham eksak bo'lar ekan orasini. Bizni issiqxonamiz bu atrofi bekilgan joyda bo'lganligi juda ko'p ta'sir qilyapti. Bu holatda havo yaxshi aylanmayapti. Balki dala joyda bo'lganda edi, mana shu issiqxonamiz har tarafdan shamol yeb, salgina hosil ko'proq bo'lishi mumkin edi. Biroq bizning holatimizda mana shu
orasini 45 qilib ekkanligimiz hosilda o'zini jiddiy sezdiryapti. Bundan qancha oldin, bir haftadan ko'proq bo'ldi-yu, oxirgi marta shiraga qarshi dori sepuvdik, shiraga, oqpashiga qarshi. Undan keyin shu shira ham hozircha qaytib kelmadi. Ko'rinmayapti har holda. Shu alam ustida biroz dorini kuchaytiribroq, ko'proq berdik va dorini sonini ko'proq berdik. Ancha shu qattiq ta'sir qilibdi. Hozircha shira qaytib kelmadi. Bitta ikkita oqpashi uchib yuribdi-yu, ammo oqpashi ham juda ko'p emas. Endi bu kabachkini urug'i ham unaqa qimmat emas edi. 1000 ta donasi 450 ming shunaqa deb hisoblasak, xarajati katta emas edi. Shu paytgacha shu menimcha 400 minglik sotdik-ku, 2 haftadan beri sotyapmizmi? Mayda-chuyda non puli bo'lib turibdi. Unaqa orttiradigan pul bo'lgani yo'q. Bu ham bitta tajriba. Bizni bir obunachimiz xabar topib, shu kabachka ekkanligimizni o'zini videolarini menga jo'natdi shaxsiydan. O'tgan yil ekuvdik aka deydi, orasini 70 qilib, ular boylagan ham ekan. Juda yaxshi hosil bo'ldi, deyapti. Ko'rdim, chiroyli bo'lgan haqiqatda. Orasida siyrak bo'lib, xuddi limon daraxtiga o'xshab turibdi-da endi. Hosil yaxshi bo'ldi deydi. O'tgan yil ko'ryapman videosida ham. Haligi mana bu tuplardagi barcha hosil ushlagan. Bizda esa unaqa ushlamayapti-da, ko'pi aychalari sarg'ayib, to'kilib tushyapti. Unda hamma mevalar ushlangan. Mana qarang, bizda mana bunaqangi sarg'ayib tushishlar holati ko'p bo'lyapti. Bunacha bo'lgan. Va eng qizig'i, obunachimiz o'tgan yili orasini 70 qilib ekkan. Yaxshi bo'lgan, bu yil shu zichroq eksam ko'proq hosil olaman deganman. Nima xayol bilan orasini 50 qilib ekibdi-da. Shu yerda adashdim, deyapti ham. Unga maslahat berishgan ekan, bu ekin kalsiyli o'g'it bilan kaliyni yaxshi ko'radi, shunday berib tur deb, shunga amal qilib berib turgan navbati bilan. Natija yaxshi bo'ldi deydi. Endi biz endi ko'p daromad ko'ra olmasak ham, menimcha yerga bitta foydasi bor buni. Kabachkani ekishdan oldin ham chirmagan go'ng solib, yerni garchi yuvgan bo'lsak ham, ular chirmagan go'ng solinganda o'sha go'ngni hazm qilishga yordam beradi-da. Keyingi ekinga ozgina yer tayyor bo'lishiga foydasi bordir, hech bo'lmasa. Lekin buni terish juda bo'lmag'ir ish ekan. Mana shu ichida yur, qanaqadir odamni, masalan, ma'naviy ezvoradigan ekanda. Qiyin emas-da-yu, ammo ezvorar ekan. Va hozircha shular yana kuzatishda davom etamiz.